To'qimachilik korxonamiz 2018-yilda tashkil topgan. Faoliyatimizning ilk yillarida biz ip kalava mahsulotlarini ishlab chiqarganmiz. Hozirgi kunga kelib 10 dan ortiq turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaryapmiz va 40 dan ortiq xorijiy davlatlarga eksport qilib kelmoqdamiz. O'tgan yilgi ochiq muloqotda davlatimiz rahbari ip kalava mahsulotlarini eksportidagi yig'imni 5 baravarga qisqartirib berishlar natijasida hozirgi kungacha biz $300,000 dan ortiq mablag'ni tejashga muvaffaq bo'ldik. Va bu mablag'ni faoliyatimizni yanada kengaytirishga yo'naltiryapmiz. Tekstil sohasidagi barcha tadbirkorlar qatorida biz ham bu yilgi ochiq muloqotni intizorlik bilan kutyapmiz. Bu yilgi ochiq muloqotda ham tekstil sohasiga yanada qo'shimcha imkoniyatlar, imtiyozlar berilishi va asosiysi prezidentimizning bu sohadagi e'tiborlarini his qilish maqsadida shu ochiq muloqotni kutyapmiz. Shu barobarda tadbirkorlarimizdan ushbu bo'layotgan ochiq muloqotda o'z fikrlarini ochiq oydin bildirishga chorlab qolamiz.